Bala beqiyotgan analarga shundoq degim bor. Uyingiz qalayimqan bo'lib ketsa, hech qisi yo'q. Ammo ko'nglingiz parakanda bo'lsa, cho'qim amalini qiling. Arlab tamoq etgingiz kelmasa hech qisi yo'q. Ammo ruhiyatingizning ichiriqab ketishiga sal qaramang. Chunki so'lg'in, parakanda onaning xushal bola turmagi baktas. Ananing chehri gülsə, balaning dunyosi gülüdü. Sizin ayrılmay yaşaydigan qisqagina bir necha yilda o bütün ömrünü illatqudek hararetni sizden tapıdı. Şuna bu bir necha yilda o'zingizni xushal tutishni hammadan muhim biling. Mencha bola beqish ancha jafoliq emas. Faqat atrofimizdagi ish va odamlar bizni charchatmaslar. Sizchu hemşirem.